Biz bugun jamiyatdagi barliq yomon ishlarni qiladigan bir sargardon boladan Amerikada islomning kengayishiga zo'r tuhfa qo'shgan da'vatchi imomga aylangan amerikalik musulmon Malcolm X bilan tanishib chiqamiz. Malcolm X'ning asli ismi Malcolm Little. O 1925-yili 19-may Amerika Nebraska shtatidagi Omaha shahrida bir xristian oilada dunyoga keladi. Dadasi Buster ma'lum cherkovda ishlaydigan pop ham siyosiy faoliyatchi bo'lib, aqtalliklarning nurg'un qatim irqiy kamsitishiga uchrab, bir qancha qatim boshqa shaharlarga ko'chishga majbur bo'ladi. Malcolm X 6 yosh kirganda dadasini aqtalliklar poyezd yo'liga bog'lab, poyezdni bostirib, vahshiylarcha o'ldirib o'tadi. Bu fojiaga bardoshlik berolmagan Malcolm X'ning onasi aqlidan adashib sarang bo'lib qoladi. Shuning bilan bu oila vayron bo'lib, Malcolm X va bir tuqqanlari yulanchuksiz qilib, boshqalarning yordam bilan qiyin turmush kechiradi. Malcolm X bu oraliqda uyiga yaqin maktabga o'qishga kiradi. U maktabidagi birdan-bir qartallik o'quvchi bo'lib, boshqa o'quvchilar uni zangi deb chaqiradi. Ammo uning zirakligi va tirishchanligi bilan natijasi boshqa aqtallik o'quvchilarnikidan eshib tushadi. Shundaqdimi o'qituvchi va o'quvchilarning kamsitishidan saqlanolmaydi. U bir kuni o'zining qonun kasbida o'qib, advokat bo'lish orzusi borligini eng yaqin o'qituvchisiga deydi. O'qituvchisi zangilarning qonun kasbini tanlashi amaliyotga yiroq bir tanlash deb maslahat berdi. Bu uningga intayin ig'ir kelib, maktabni tashlashga majbur qiladi. 1946-yili o'g'irlik qilish jinoyati bilan qo'lga olinib, 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilinadi. Turma kirgandan boshlab butun yomon ishlardan qo'l uzib, kitob o'qishga yuzlanadi. U har xil pallada 1000 parchadan ortiq kitob o'qiydi. Bu uning saviyasini yuqori ko'tarib, xarakterini kuchlantirib, hayotining o'zgarishida turtkilik rol o'ynaydi. Uning turma sirtida qolgan qarindoshlari Elija Muhammad degan odamning da'vati bilan islomni qabul qiladi va faqat islomningla qartalliklarni aqtalliklardan qutuldira oladiganligini aytib, Malcolm X'ni islom diniga kirishga undaydi. Malcolm X ko'p izdanish va o'ylash orqali oxiri islom dinini qabul qiladi va turma ichida islom dinini tashviqot qilishga boshlaydi. Malcolm X'ning notiqligi bilan turma ichida musulmon bo'lish nisbati kun sayin yuqoraydi. Buni xavf his qilgan Amerika hukumatı uningga kechirim e'lon qilib, turmadan chiqarib o'tadi. Malcolm X turmadan chiqqandan keyin Muhammad Aliga qarashli Nation of Islam islom harakatiga qatnashadi. Bu harakatning islom dini qartalliklarga xos, aqtalliklar yer yuzidagi shaytonlar va alvastalar deganga o'xshagan islom dinining prinsipiga zid va bir qism oshqun fikrlari bo'lsa-mu, a'zolari va agashkuchilari yomon ishlardan yiroq axloqli kishilar edi. Malcolm X kishilarni islom ummati harakati nomida islom diniga chaqirishga boshlaydi. Uning fasohatlik nutqlari bilan nurg'unlagan yoshlar yomon yo'llardan yenib islom dinini qabul qilishga boshlaydi. Uning ta'siri qisqagina vaqt ichida nihoyat kengayib, Detroitdagi bir masjidga imom bo'ladi. Uzunga bormay uning 500 agashkuchisi 30 mingga yetadi. Shunday qilib Malcolm X ko'chadagi bir sargardon boladan ta'siri zo'r diniy yetakchi va imomga aylanadi. U boks shohi Clay bilan bir qatim damalashga birga chiqadi. Uzoq o'tmay Clay o'zining musulmon bo'lganligini e'lon qilib, ismini Muhammad Aliga o'zgartirdi. Malcolm X'ning Amerika xalqining qalbida qahramon hisoblanadigan Muhammad Alining musulmon bo'lishiga sabab bo'lishi uningga nihoyat zo'r shon-sharaflarni elib keladi. 1962-yili islom ummati harakatining rahbari Elija Muhammadning rasvochiligi oshkor bo'lgandan keyin Malcolm X bu harakatdan chekinib chiqadi va 1964-yili haj ibodatini ado qilish uchun yo'lga chiqadi. Haj jarayonida butun dunyodan kelgan har xil rang, har xil irqdagi millatlarning bir joyga to'plashib, bir qochidan tamoq yeb, bir o'rinda yetib qolganligini qarab, islom dinining faqat qartalliklarga xos din emas, butun insoniyatga o'rtaq din ekanligini tunib yetadi. Shundaqla o'zi tushungan islom dinining haqiqiy islom diniga o'xshamaydiganligini his qiladi va haj safardan qaytgandan keyin o'zining yangidan musulmon bo'lganligini e'lon qilib, ismini Hoji Malik Shabbozga o'zgartirdi va o'zini islom dinini to'g'ri shaklda tunishtirish uchun atab, islom dinining faqat qartalliklarga emas, aqtallik va boshqa butun insoniyatga o'rtaq din ekanligi, Amerikadagi irqiy masalani faqat islom diningla hal qila oladiganligini o'ttirib qo'ydi. Uning bu iddiyasi nihoyat tez kengayib, qartalliklar emas, aqtalliklar ham uning harakatiga ergashishga boshlaydi. Uning ta'siri nihoyat tez kengayib, xristian yo'lboshi Martin Luther Kingning ta'siridan eshib tushishga boshlaydi. Ammo bu harakat oshqun fikrdagi Elija Muhammad va uning ergashuvchilarini qattiq bearam qiladi va uningga harakatini to'xtatishga tahdid soladi. Amerikadagi gazet va boshqa axborot vositalari Malcolm X'ni Amerikani parchalamoqchi, qartalliklar orasida inqilob qo'zg'amoqchi deb ig'vo tarqatadi. Ajablanarli yeri Malcolm X oshqun tashkilot islom ummati harakatida tashviqot olib borganda, gazet jurnallar uni maqtab, televiziya kanallari uningga ishkini ochadi. Aksicha islom ummati harakatidan ayrilib chiqib, islom dinini to'g'ri shaklda tushuntirishga boshlaganda, uning qarshi hujum qilishga boshlaydi. Islom ummati harakati Malcolm X haqida o'lim qarorini chiqarib, uningga uydagi vaqtda hujum qiladi. Lekin Malcolm X bu hodisadan saqlanib qoladi. Malcolm X men shahodat davrida yashayapman, agar men suiqasd uchrab o'lib ketsam, shahid o'limida o'laman. Balki mening o'limim qarindoshlarimni qutulib qolishi mumkin deganicha yo'lni davom qiladi. 1965-yili 2-oyning 21-kuni nutq so'zlayotgan vaqtida islom ummati harakatiga qarashli 3 kishi tomonidan o'qqa tutilib, 16 pay o'q bilan Nyu-Yorkning Harlem rayonida shahid bo'ladi va Nyu-Yorkdagi Franklin qabristonligiga dafn qilinadi.
gülümser. Ah binlerce canım olsaydı der. Şehit tahtında Rabbe gülümser. Canın bedeli bir sofradan yer. Ümitsiz olmaz, ümitsiz olmaz, sevdasız olmaz, sevdasız olmaz. Ümitsiz olmaz, ümitsiz olmaz, sevda